Katta bo'lsam prokuror bo'laman deb o'sganman. Haqiqatan ham mendan zo'r huquqshunos chiqardi. Birinchidan, tortishuvda miyam sekundda fikrlar ishlab chiqaradi. Ikkinchidan, pauzasiz, tanaffussiz o'zimning qanchalik oppoqligimni, aybsizligimni isbotlab, yorimga ayblov qo'yib bo'yniga oldira olaman. Hamma tortishuv oxirida men yo'q joyda aybdor bo'lib qolaman deydi. Buning siri hodisaga boshqa tarafga sodir bo'layotgani ko'rinmaydigan ichki kechinmalarni qo'shish. Masalan, nimadir ayb qilib qo'ysam, kuni bilan shuni o'ylab afsuslanib yurgandim. Endi kechirim so'rayman deganimda siz bunaqa qildingiz deb afsus sahnasini voqeaga qo'shib yuboraman. Bunday tuyg'ularni qarshi tomon sodir bo'lgan-bo'lmaganini isbotlab bera olmaydi. Natijada men unchalik ham yomon odam bo'lib chiqmayman oxirida. English visoli ayyor ekan deyishga shoshmang. Bu ayyorlik emas, yashovchanlik deyiladi. Ya'ni odam atrofdagi vaziyatga moslashib yashab ketishi kerak. Men ham imkon qadar chiroyli turmush yaratib, erim bilan yashab ketish uchun harakat qilaman va bu yo'lda har qanday evolyutsiyani boshimdan o'tkazishimga to'g'ri keladi. Boshqalar bilan vaziyatlarda o'zimni oqlash pozitsiyasidan voz kechganman. Xohlagancha ayblasin, xohlagancha uzoqlashsin, lekin yorimga nisbatan bunday qila olmayman. Menimcha shu bolada ko'nglim bor bo'lsa kerak. Turmushingizni asrab, uni yaxshilashga harakat qilyapsizmi? Demak, siz eng baxtli oilalardansiz.